Assalomu alaykum. Bugungi kunda bizada obzorda arendaga joyimiz, bog'cha uchun mo'ljallangan joyimiz. Biz Islomobod mahallasida turibmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Burchakdagi joyimiz, burchakdagi mana bu bino, uy desa ham bo'ladi. Hozirgi paytda bu joyimizda remont ketyapti haligacha. Lekin men sizlarga kichkina informatsiya berib o'taman. Joy zo'r. Ichkariga ham kiramiz, lekin ichkariga kirishdan oldin hozir sizlarga kichkina informatsiya beraman. 10 sotuvli joyimiz, ichida baseyni bor, har xil krujoklar qilib olsanglar bo'ladi, sport komplekslar qilib olsanglar bo'ladi. Bolalar uchun hozirgi talabga juda ham javob beradigan joy bo'lyapti. Misol uchun o'zimga lichni juda ham yoqdi. Agar bu yerda Xudo xolasa bog'cha ochiladigan bo'lsa, qizimni shu yerga berib yuborardim, to'g'risi. Xo'p, endi ichkariga kirib o'tamiz va sizlarga ichkarini ko'rsatib o'taman. Juda ham katta joy, narxlari ham juda ham kelishgan holda, juda ham chiroyli narxga berishyapti. Hali ham remontimiz davom etyapti. Ichkarimizda bemalol detskiy plashatka qilib olsanglar ham bo'ladi. Bitta-ikkita kachelalar qo'yib, bu yerda ikkita uy joylashgan. Bu tomonimizda mendan o'ng tomonda основной uy. Bu tomonimizda как раз таки gimnastika, plavanie qilib olsanglar ham bo'ladi. Ichkarimizda yopiq baseynimiz ham bor. Bu yerda letniy oshxonamiz ham bor. Bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda remontimiz yaqinda Xudo xolasa tugab qoladi. Ichkarimizda уже belovoy отделкаlarimiz bityapti. Ikkinchi etajimiz полностью почти bitgan. Endi birinchi etaj bilan uchinchi etaj qolgan. Xonalarimiz ham katta-katta. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Kamivayda Remax kompaniyasi sizlar uchun har doimgi zo'r joylar va zo'r narxlar.